Steroid bor, gormon bor, pochkani ishdan chiqaradi, oshqozonni ishdan chiqaradi, diktametazon bor, yuzga narsa toshib ketadi va suyaklar sinib ketadi, odamni o'ldiradi. Shunga o'xshash gaplarga tochka qo'yish, ya'ni nuqta qo'yish vaqti keldi deb o'ylayman. Endi esa har bittasiga bittadan to'xtalib o'tamiz. Hammamiz bilamizki, bu Samyuan originali 20 ta kapsulali 6 burchli korobkada. Bunisi esa Samyuan 60 ta kapsulaligi, bunisi 20 ta, bunisi 60 ta. Bemalol www.hitrop.ru saytiga kirib xarid qilishlaring mumkin. Bunisi esa Samyuan Gold. Hammasi original. Endi esa mana shu Samyuan'da analiz qog'oziga to'xtalib o'tsak, mana ko'rishlaring mumkin. Akademiya nauk Республики Узбекистан, Институт химии растительных веществ, аналитический паспорт, наименование препарата, яни препарат nomi Samyuan. Анализ выполнен по внутренней сертификации, яни ichki sertifikat bo'yicha tekshirtirildi. Va mana shu ichida steroid bor, gormon bor va boshqa ximikat narsalar bor degan odamlar bitta videoni pauzaga qo'yib boshidan oxirigacha o'qib chiqishlarini maslahat beraman. Buni ichida корень шанданского женщины, плоды японской айвы, корень астрагала, корень женщины, экстракт рогов оленя. Buni ichida biron bir steroid, gormon yo biron bir ximikat narsa yo'q. Har bittasini pauza qilib Google ga terib o'qishlaring mumkin. Mana bu yerda Atractyladessa degan karnivishi degani bu mana shu nima desam bo'ladi, tomir va mana shu Atractyladessa degan o'simlik bor. Astragal degan o'simlik bor, mana ekstrakt rogov оленя. Bu ekstrakt degani mana shu oxularni shoxi bor, mana shu shoxidan olingan qanaqadir vitamin. Endi esa mana shu joyiga e'tibor qaratishlarini iltimos qilaman. Заключение соответствует требованиям внутренней сертификации. Ya'ni mana shu Samyuan'da o'zida nima yozilgan bo'lsa, mana shu chiqqan narsalari, mana shu hozir sizlarga aytaman, 1 2 3 4 5 6 7 ta ichida chiqqan sostavi to'g'ri chiqyapti. Mana shu Samyuan'da o'zida yozilgani bilan. Demak, ximik analitik mana Mahmudova BH, начальник OOK, ya'ni qo'llari bilan mana ko'rishlaring mumkin. Va mana kimyo instituti, yana sizlarga nima kerak? Kimyo institutini pechati bor. Mana o'qib ko'rishlaring mumkin. Mana o'simlik moddalari. Yana bir bor qaytarib o'taman, ichida biron bir steroid, gormon, ximikati yo'q. Tekshirtirib chiqdim.